Men bu senga. Voy, rostdan. Qo'lingni och. Voy, rahmat, kattakon. Arziysan. Rosa chiroyli ekan. Hali bundan ham zo'rlarini olib beraman. Rahmat, katta. Ovqatlanishga boramizmi? Ketdimi? Mana adasi. Adasi, bera olasizmi? Nima men senga bankomatmanmi pul so'raverasan? Yo'q pulim. Shundoq ham o'zi normalniy rasxod qilib tashlolmas shu uyni. Sen bundoq ekonom qilishni o'rgansalaring bo'lmaydimi? Sen so'ragan 700 dollar. Shunaqa tezsanmi? Albatta. Rahmat, kattakon. Arziysan. Sen yonimda bo'lib tursang, hali bundan ham zo'r narsalarni qilib beraman senga. Har doim oldiza bo'laman. Rahmat. Ma, sen so'ragan narsa. Men yaxshi ko'rgan tushunka-ku, rahmat. Bugun shuni pishirib yeb turasan, bo'ptimi? Meni juda ham ko'p ishlarim bor. Hamma ishlarimni bitirib juda kech qaytaman. O'zing qilavergan. Bo'pti. Rahmat kattakon. Yaxshi yetib oling. 17 tutkim keldi do'mining. Men telefonimni yaqinda olganman-da. Hali hech qancha bo'lgani yo'q ishlatayotganimga. Mana shuni sen ishlatsang, men keyin sal yo'q bo'lganda tengi telefon olib olaman. Voy, rostdan menga berasizmi? Muncha yaxshisiz. Bo'ladimi? Ha, 17 ku. Buyursin. Adasi, qarang, chiroyli tengi kiyib oldim. Ha, yaxshi. Yoqmadimi sizga? Yaxshi davomman-ku. Nima endi qarsaychalib senga kiyiming yarashganligini aytishim kerak. Yo'qdi, yaxshi, zo'r kiyib olibsan. Siz o'zingizga harom bo'lgan odamlarga yoqishga harakat qilasiz. Men bo'lsam, halolimga yoqishga harakat qilaman. Siz kimlarga zorsiz-u, sizga kimlar zor? Men bu kiyimni siz ro'zg'orliga deb bergan pulingizdan orttirib bir oy deganda oldim. Siz uchun, sizga yoqish uchun. Xudodan qo'rqmayman bunaqa zulm qilishga. Men ko'chada kelamasman. Men sizning ayolingizman.